Mana bu ko'chatlarimizni ko'chat oluvchilarga bizda maslahatimiz shundayki, ko'chatni yerga qarab, yeri sho'r bo'ladigan bo'lsa, asosan bodam ko'chati, keyin angor ko'chati yaxshi rivojlanadi. Sho'r joylarga. Suvi sho'r bo'ladigan bo'lsa, yeri sho'r bo'ladigan bo'lsa, agar yeri toza bo'ladigan, keyin buni ekish joyi ham bor. Bodam suvni ko'p xohlamaydi. Agar biz bodomni ko'proq sug'orib qo'ysak, ichidagi hosil kilolanib qoladi. Uni yeb bo'lmaydi. Agar shaftoli ekadigan bo'lsak ham suvni birinchi quloqqa, suvni kirish joyiga ekish kerak. Shaftoli agar bir suvdan qolsa shira chiqarib, umri qisqarib qoladi. Keyin qolgan mana ko'chatlarimiz, zaldorlar ham suvni endi o'rtacha xohlaydi. Eng suvni kam xohlaydigan mana shu bodam. Bodam ko'chati. Kerak mana suv kam bo'lganlar bodam ko'chatini ekish kerak. Hovliga eksa ham boshqa joyga suvi ko'p bo'ladigan bo'lsa, asosan shaftoli ko'chati yaxshi. Keyin zaldori ko'chatlar ham suvni xohlaydi. Endi sho'r joyga biz asosan bo'ladigani shu bodam, anor ko'chati sho'rni xohlaydi, ham sho'rni oladi. Agar kimda hovlisida sho'r yerlar bo'lsa, tut ko'chatini ham eksin. Tutni tomiri yoniga 50 metrgacha ketadi. Tutni tomiri va sho'rni tozalaydi. Eskida ham mana bizning yodgorliklarimizda oldi qaysi tarixiy yodgorliklarda girdi tutlar bilan o'ralgan bo'lgan. Bu sho'rdan saqlagan, umrini uzaytirgan. O'sha biz ham hovlimizga ekadigan bo'lsak, asosan hovlining girdiga tut ko'chatlarini eksak ham sho'rini tozalaydi. Qaysi vaqtda ekkan yaxshi ko'chatni? Ko'chatni endi kuzda eksangiz, kuzda ekadigan bo'lsangiz, suvlab ekish kerak. Suvlab, suv qo'yib. Bo'lmasa tomirga sovuq kiradi. Endi bahorga ekadigan bo'lsangiz ham suv qo'yish kerak, lekin asosan kuzda ekkan ma'qul. Kuzda ekkan. Mana sal kuzda ekkaningizdan keyin uyg'onmagan bo'ladi ko'chat. Uyquda yotgan bo'ladi. Keyin rivojlanish tez bo'ladi. Bahorga borib kechroqqa qolsangiz, bu oq tomir chiqargandan keyin uyg'onishni boshlagan bo'ladi. Bir o'suvdan to'xtab yana harakat qiladi. Boyagi kuzda ekkanga kelmaydi. Eng oxirgi vaqtlari qachon bo'ladi uni? Bahorda kech qolganlar bo'lsa. Bahorda endi fevralda oxiri, martda 15gacha eksa bo'ladi. Keyin aprelgacha ekadiganlar ko'chat kavlanib olib qo'yilgan bo'lsa bo'ladi. Joyidan kavlaydigan ko'chat o'zi barg chiqarib boshlagan bo'ladi. Uni ekish, u endi 100% ta eksangiz 50% ham u natija bermaydi. Natija bermaydi. Chunki u o'sib bo'lgan.